Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Swift asoslari darsimizni davom ettiramiz va nihoyat bugun funksiya mavzusiga yetib keldik. Funksiya mavzusi dasturlashda juda ham ko'p qo'llaniladi va busiz dasturlash tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak, funksiya mavzusini bugun batafsil chuqurroq o'rganib chiqamiz. Xo'sh, nimalarni o'rganamiz bugun? Nima uchun funksiya o'zi kerak? Va qanday yoziladi? Parametr, return, default qiymatlar va yana ko'plab narsalarni bugungi darsimizda o'rganib chiqamiz. Darsimizga e'tiboringizni yaxshiroq qaratishingizni so'rab qolaman, chunki bu funksiya mavzusi dasturlashda juda ham muhim va ko'p holatlarda biz faqat funksiyalardan foydalanamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Oldindan rejalarni tuzib oldik. Demak, funksiya o'zi nima deydigan bo'lsak. Funksiya, ya'ni bizlarda bu yozilishi func deb yozilyapti. Bu kengaytmasi funksiya hisoblanadi. Bu ma'lum bir kodni bajarib beradigan blok hisoblanadi. Ya'ni biz unga ma'lum qiymatni beramiz, u qiymatni olib ma'lum narsalarni ustida amallarni bajarib, qo'shib, ayirib bizga qiymatni qaytarib beradi. Yoki o'zining ichida boshqa amallarni bajarishi mumkin. Funksiyalarni oddiy hayotiy tasavvur qiladigan bo'lsak, uyimizda har xil yumushlar mavjud. Masalan, kir yuvish, qozon tovoq yuvish, uylarni shipirish va hokazo bo'lishi mumkin. Demak, har bir ishga bitta funksiya deydigan bo'lsak, bitta funksiyamiz bor, u funksiyamiz faqat kir yuvadi, bitta funksiyamiz bor, faqat chayadi, yana bitta funksiyamiz bor, qozon tovoq yuvadi, uy shipiradi. Demak, bizda bir nechta funksiyalar mavjud va har bir funksiyamizning o'zining o'z vazifasi bor. Xuddi shu shaklda biz unga aytamiz, kir yuvish funksiyasiga aytamiz. Demak, sen kir yuvasan deb hozir buyruq beramiz, u borib kirni yuvib tugatib bo'lgandan keyin qaytib kelib bizga aytadi: "Men kirni yuvib bo'ldim." Qozon tovoq yuvadigan funksiyaga biz chaqirib, "Sen qozon tovoq yuvgin, bor" deb aytib buyruq berib yuboramiz. U borib qozon tovoqlarni yuvib tugatib bo'lgandan keyin bizga qaytib kelib tugatdim degan signalni qaytarib beradi. Demak, do'stlar, boshladik. Oddiy funksiya yaratadigan bo'lsak, funksiya func shaklda yoziladi. Bu Swift asoslari, ya'ni biz Swift dasturlash tilida yozayotganimiz uchun func deb yoziladi. Boshqa dasturlarda buning sintaksis yozilishi farq qilishi mumkin. Demak, func deymiz. Oddiy say hello deydigan bo'lsak, demak, bu joyda print yozamiz. Salom, Dilshod. Demak, yozilishi mana shu shaklda. Func kalit so'zi bilan boshlaymiz va biz bu joyga o'zimiz nom beramiz. Ya'ni funksiyamiz nima vazifani bajarishi kerak? Kir yuvish kerakmi? Yo salom aytish kerakmi? Bu bizga salom aytib turadigan funksiya hisoblanadi. Funksiya va biz ochilish, yopilish closure'ni yozamiz va undan keyin biz blogimizni yopamiz. Bu funksiyaga chaqirilganda, ya'ni bu funksiyani chaqirib signal bergan vaqtimizda, ya'ni bor vazifani bajar degan vaqtimizda buning vazifasi bajarilishi mana bu blokka keladi va bu blokda biz amalni bajaramiz. Demak, biz say hello kalitini so'zini yozamiz. Bu va yopishimiz kerak. Faqatgina so'zni o'zini emas, oxirida closure'ni yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu shaklda biz hozir say hello ni chaqiryapmiz, salom ayt deb buyruq beryapmiz. Demak, say hello, salom ayt degan buyruqni beryapmiz. Va bu funksiya boradi va bu ichidagi vazifaga aytadi. Demak, biz salom berishimiz kerak deb bizni funksiyamiz ishga tushadi. Natijani ko'ramiz. Demak, ko'rdikki do'stlar, salom Dilshod. Bu joyda biz funksiyani chaqirdik, salom ayt deb buyruq berdik va bu joyga keladi va funksiyani blogi ishga tushib, salom Dilshod degan vazifani bajarib bo'lgandan keyin vazifa tugatiladi va kodimiz qayta davom etishni boshlaydi. Ya'ni bu vazifani qaytib bajariladi va bu keyingi kodlarimiz ishga tushib boshlaydi.
Biz funksiyamiz shunaqa zo'rki, biz bir marta funksiya yozamiz va uni o'nlab, yuzlab, xohlagancha marta foydalanishimiz mumkin. Va biz agar hozir qaraydigan bo'lsak, say hello ni copy olib pastda yana tashlaymiz, copy tashlaymiz. Demak, 3 marta salom aytishni buyruq beryapmiz. Hozir menga birinchi salom ayt, keyin yana bir marta salom ayt, yana bir marta salom ayt degan funksiyani aytyapmiz. Bu 3 marta biz buyruq beryapmiz. 3 marta bajarilsin. Hozir ko'ramiz. Demak, bizda 3 marta funksiyamiz vazifamizni bajarib beryapti. Ko'rdikki do'stlar, bu biz oddiy holatda yozishimiz. Bunga biz funksiya ism nom beramiz va closure yopamiz va blogimizni qo'yamiz va blogimizning ichida boshqa xohlagan amalni bajarishimiz mumkin. Keyingisida parametrli funksiya. Ya'ni parametrli funksiyada ko'radigan bo'lsak, func deymiz. Bunda salomlashish, bunda ham greet deymiz, ya'ni salomlashishda. Hozir biz bu funksiyamizda oddiy chaqirishni ko'rdik. Endi biz bu funksiyamizga parametr berishimiz ham mumkin. Ya'ni biz salomlash, kimga salomlash, name deb bu joyda nom beramiz va ikki nuqtadan keyin qanaqa turdagi ma'lumot kelishi kerakligini aytamiz. Biz hozir salomlashishda, ya'ni kimga salom aytishimiz kerak? Bu nom bo'lgani uchun bunga string beramiz. Bu joyda print qilamiz. Endi salom deymizda kimga salom beramiz? Ya'ni bu bitta string ichida biz ikkita qiymatni ishlatyapmiz. Salom, name. Biz xohlagan name'ni berishimiz mumkin. Masalan uchun greet deymizda name deymiz. Greet funksiyasini yozgan vaqtimizda ko'ryapsizki, bizga name'ni ham kiritishni buyuryapti. Ya'ni biz parametr berishimiz kerak. Mana bu joyda bizga hech qanaqangi narsa so'ramadi, chunki biz bu joyda biror narsani kiritish kerakligini so'ramadik. Bu holatda biz name so'rayapti, demak, name'ga Azizbek degan ismni kirityapmiz. Buni o'chirib turamiz. Endi biz funksiyamizni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, salom Azizbek degan so'zimiz chiqayapti. Bu qanday ishlayapti deydigan bo'lsak, biz salom degan so'zni name degan o'zgaruvchiga yuklayapmiz va bu funksiyaga buyruqni beryapmiz. Mana shu Azizbek degan o'zgaruvchidagi qiymatni ol va ichkariga olib kir deyapmiz. Biz qiymatni beryapmiz. Bergan qiymatimizni ol va mana shu bolaga salom ayt deb buyruqni beryapmiz. Bu joyda print olyapti. Salom Azizbek. Ya'ni bundan print, biz bu joyda qiymatni berdik va name ga keldi. Name oladi va printni chiqarib beryapmiz. Shu orqali biz parametrlar bilan ishlashimiz mumkin. Parametrga biz xohlagancha narsa berishimiz mumkin. Salom ayt Dilshodga yana bir marta virgul qo'yib, xohlagancha parametr bo'lishimiz mumkin. Masalan, count deydigan bo'lsak, bu joyga int tipidagi ma'lumot kelishini so'raymiz. Dilshod, masalan, Azizbekka 3 marta salom ayt. Ayt deymiz. Endi ko'radigan bo'lsak, bizda xatolik beryapti, chunki biz funksiyamiz faqat bitta qiymatni o'z ichiga olyapti. Chunki biz bu funksiyada ikkita qiymatni kiritishni so'rashimiz kerak. Ya'ni biz bu funksiyaga buyruq berishimizda biz ikkita qiymatni kiritamiz. Kiritganimizdan keyin bu funksiyamiz bizga vazifamizni bajarib beradi. Greet deymiz, mana ko'rib turibsizki, name va count ko'rinib turibdi. Bosadigan bo'lsak, biz Jalolga biz 10 marta salom aytishini beryapmiz. Ya'ni Jalolga 10 marta salom aytildi degan vazifa berilyapti. Demak, ko'rdikki do'stlar, Jalolga 10 marta salom ayt. Biz bu joyda count oldik, name oldik. Name'ni berdik, countni berdik. Shu holatda biz parametrlar bilan ishlashimiz mumkin. Bizda parametr o'zi nom beryapmiz. Nom bergan vaqtimizda bu let o'zgaruvchisi bor, var o'zgaruvchisi bor. Ikkisi ham ma'lum qiymatlarni ushlab turish uchun, ya'ni xotirada saqlab turish uchun ishlatiladi.
Biz bu joyda xuddi mana bu let name degan singari amal bajarilyapti. Ammo biz bu joyda letni yozishimiz shart emas. Funksiyamiz avtomatik buni let o'zgaruvchisi deb qabul qiladi. Shuning uchun bu joyda name nomini o'zini beramiz, ammo orqasida let degan kalit so'zi ham bor. O'shani ham biz esda tutishimiz kerak. Ya'ni bu degani name o'zgaruvchimiz o'zgarmas qiymat hisoblanadi. Tushunarlimi? Demak, biz name nisida boshqa o'zgartira olmaymiz. Bu konstanta o'zgarmas hisoblanadi. Xo'sh, keyingi mavzuyimiz return qiymat. Biz bu joyda return qiymatli funksiyalarni yozishimiz mumkin. Misol uchun, funksiya deb kalit so'zi bilan sum, ya'ni umumiy summary xulosani olamiz. Funksiyani yozdik va yopadigan bo'lsak, endi return qiymatli funksiya degani bizga ma'lum bir narsani beramiz, u narsani ustida ma'lum amallarni bajarib, natijani qaytarib beradi. Ya'ni return qaytarish degan ma'noni anglatadi. Bu joyda mana shu shaklda biz int tipidagi ma'lumotni qaytarishni so'raymiz. Ya'ni biz bu joyga xohlagan string berishimiz mumkin, karakter berishimiz, xohlagan turidagi ma'lumot turimizni berishimiz mumkin. Misol uchun, array turidagi ma'lumot qaytarishni ham so'rashimiz mumkin. Biz int tipidagi ma'lumot so'raymiz. A o'zgaruvchisida int bo'lsin va b o'zgaruvchisidagi int bo'lsin. Va biz return funksiyasi qaytarish, tugatish degan a ni qo'shamiz b ga. A ga b ni qo'shib qiymatni qaytarib berishni so'raymiz. Demak, sum deymiz. Yana bir e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa, bizda sum deyapmiz. A va b qiymatni kiriting va natijani kutib oling degan narsani tushunishimiz kerak. Va biz oxirida natijani qaytarib beradi va biz u natijani olib boshqa amalni bajarishimiz kerak. Enter bosadigan bo'lsak, bunga 10, bunga 20 beradigan bo'lsak, o'zi endi buni ko'rdik, bizga natija qaytarar edi. Biz natijasini let o'zgaruvchisi bilan result deb oladigan bo'lsak, print qilamiz. Result. Natijani ko'ramiz. Demak, natija 30. 10 ga 20 ni qo'shib bizga qaytarib berishni so'rayapmiz. Funksiyaga berdik, qiymatni berdik, bajar dedik, bajarib amallarni qo'shib bizga qiymatni qaytaryapti. Funksiya vazifani bajarib bo'lgandan keyin yana qaytadan bu joyga kelib bizga qiymatni qaytarib resultga yuklanyapti. Yuklangan qiymatni biz print qilyapmiz yoki biz boshqa amallarni, ya'ni real dasturlashda boshqa amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Shu shaklda ko'rdikki do'stlar, yana bir e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri, biz funksiyamizda nom berishimiz mumkin. Nom berishning ikki xil usuli mavjud. Bu joyda a o'zgaruvchisi bo'lishi mumkin. Demak, bu joyda ko'radigan bo'lsak do'stlar, func degan yozamiz. Funksiya do something deymiz with something. String deymiz. Demak do'stlar, bu ko'rinishimizda qaraydigan bo'lsak, funksiya yozdik, do something yozdik. Funksiyaga biz bitta nom bergan, mana bu joyda bitta a ni yozgan edik. Endi biz bu joyda ikkita o'zgaruvchini yozyapmiz. Demak, with deyapmiz, sum deyapmiz. Tushunib olishimiz kerak. With bu tashqarida ishlaydi. Sum, ya'ni something nimadir deydigan bo'lsak, something bu biz ichkarida ishlata olamiz. Print qiladigan bo'lsak, print qilamiz with degan so'z. Yo'q. Demak, with degan so'z chiqmayapti. Chunki bu faqat tashqari uchun mo'ljallangan, moslashgan. Ya'ni buni biz with ni tashqarida ishlata olamiz. Biz bu joyda sum, demak, sum, mana bu sum yozyapmiz. Bu string, chunki bu string tipidagi ma'lumotni yuklaydi bunga. Bu esa tashqarida ko'rinadi. Endi bu do something deganni ko'rsak, bizga faqat with chiqayapti. Sum degan so'zimiz ko'rinmayapti.
Tushunarli bo'ldi do'stlar. Demak, with birinchi kalit so'zimiz tashqarida ko'rinar ekan, ikkinchi kalit so'zimiz ichkarida ko'rinar ekan. Shu shaklda biz funksiyadan foydalanar ekanmiz. Bu kodimizda, ya'ni tozaroq ishlash uchun yordam beradi. Do something. Demak, with chiqyapti. Do something deydigan bo'lsak, do something degan funksiyamiz ishga tushyapti. Demak, with'imizni orqali biz qiymatni beramiz, ammo bergan qiymatimiz sumga tushadi. Yana bir ko'rinishda xuddi bu funksiyani yopib turaylik. Func deymizda do something deymiz va biz bu joyda with yozgan edik, sum. Endi string. Demak, do'stlar, with'ni o'rniga biz pastga chiziqni qo'yishimiz ham mumkin. Bu degani do something ga biz bu joyda yopib tursak, do some deydigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, some so'zi ko'rinib turibdi, bosdik. Demak, bizda mana bunaqa o'zgaruvchi yo'q. Mana bu joyda with kalit so'zi turgan edi va bu joyda biz do clean my house. Demak, bu joyda do something, clean my house deyapman. Ko'ryapsizki, bizda mana bunaqangi a so'zini a yoki b degan o'zgaruvchi harflarning o'zi yo'q. Shunchaki bizda bo'm-bo'sh turibdi. Bu holatda ham qiymat keladi, sumga yuklanadi. Tashqarida hech narsa ko'rinmaydi, ammo bu qiymatni qabul qiluvchi hisoblanadi. Qiymat bera olishimiz imkoni mavjud. Demak, hech narsa yozmasdan ham qiymat berish ko'rinishi. Agar biz bu bunaqa oddiy funksiya bo'ladigan bo'lsa, masalan, say hello funksiyasiga biz nimadir qiymat bermoqchi bo'lsak, xatolik beradi, chunki buning ichida ma'lum qiymatni oladigan joy yo'q. Demak, tushunarli bo'ldi do'stlar. Shu shaklda biz funksiyadan foydalanamiz. Default parameter. Function deymiz. Say hello deymiz. Kimga? Name deymiz. Default, ya'ni o'zgarmas qiymat degani. String. Tenglik belgisini beramiz va biz bu joyda Dilshodbek degan so'zni yozsak. Demak, do'stlar, ko'ramiz, say hello. Demak, ikki xil ko'rinishda turibdi. Buni o'chirib turamiz. Say hello funksiyani yozamiz. Demak, bitta funksiyamiz ikki xil ko'rinishda chiqyapti. Bizda say hello mavjud. Parameter berishimiz mumkin yoki bermasligimiz mumkin. Bermaydigan bo'lsak, biz oldindan qiymatni berganmiz. Shart emas, xatolik bermaydi. Agar beradigan bo'lsak, biz bergan qiymatni olib chiqaradi. Ko'radigan bo'lsak, bu joyda vali deydik. Vali. Demak, printni bosamiz. Demak, salom vali. Biz bergan qiymatni olib, salom funksiyamiz ishga tushyapti. Agar biz bu joyda say hello o'zini hech qanday qiymat bermasdan chaqiradigan bo'lsak, natijani ko'ramiz. Salom vali, salom Dilshodbek. Demak, biz bu joyda Dilshodbek degan so'zni bermadik, ammo biz defaultni parametrga qiymatni berdik. Va biz agar qiymat berilmasa, bizda defaultni berilgan qiymatni ustida amallarni bajaradi. Bu xuddi mana bu let name kabi, Dilshodbek degan kabi o'zgaruvchini xuddi mana shu joyga yuklab qo'ygan kabi, mana ko'rib turibsiz, string, anaqa string turibdi. Ana,
Xuddi mana shu ko'rinishda shakldagi parametrda turibdi. Oldindan qiymatni yuklab qo'yapmiz. Demak, tushunarli bo'ldi do'stlar. Agar qiymat beradigan bo'lsak, berilgan qiymatni ustida amalni bajaradi, bunga e'tibor qilmaydi. Agar qiymat bermaydigan bo'lsak, biz default bergan qiymatni ustida amalni bajaradi do'stlar. Demak, buni yopamiz. Defaultni ko'rdik. Demak, funksiya nomlarini tushunarli qilish. Biz funksiyamizga shunaqa nom berishimiz kerakki, u qiladigan vazifasi bilan chambarchas bog'liq bo'lish kerak. Masalan, unga biz xonani tozala deb turib kir yuvish vazifasini bajarsak, misol uchun hozirgi funksiyamizda say hello deb turib bunga biz agar bu joyda hisob-kitob amallarini bajaradigan bo'lsak, masalan, unga biz salom aytishni buyurdik, ammo u salom aytmasdan turib boshqa hisob-kitob amallarini bajarib boshladi. Bu esa xato hisoblanadi. Ya'ni bu dasturimiz xato ishlamaydi, lekin dasturchi bitta qaraganda tushuna olishi kerak. Ya'ni say hello mi? Demak, bu faqat salom aytish uchun mo'ljallanishi kerak. Masalan, funksiya bor. Clean my house deydigan funksiya. Bu xonamizni tozalash kerak faqat. Yana bitta funksiyamiz bor. U funksiyamiz boshqa vazifani bajarish kerak. Demak, do'stlar, bundan natija shuki, biz funksiya yozgan vaqtimizda nomlanishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni nomi qiladigan ishi bilan bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni nomi qiladigan ishini tasvirlab bera olishi kerak. Demak, shu shaklda do'stlar biz funksiya nomlarini tushunarli qilishimiz kerak. Endi overloading degan narsa bor dasturlashda. Bu bir nechta funksiya bir nom bilan foydalanish. Ya'ni funksiyamizda mana turibdi print info age name turibdi. Ya'ni overloading degani bir nechta funksiya bir xil nom bilan bir necha marotaba foydalanishimiz mumkin. Faqat uning parametrlari farqlanishi kerak yoki qaytaradigan qiymati farqlanishi kerak. Misol uchun bu joyda print info degan nom va bunda ham print info degan nom bir xil turdagi funksiya. Faqat parametri bunda age, ya'ni bu int tipidagi ma'lumotni qabul qiladi. Bu esa string tipidagi name, string tipidagi ma'lumotni qabul qilyapti. Demak, ikkisi ikki xil vazifa bajaryapti. Agar biz mana shu funksiyadan kopiya olib ikkita funksiya qiladigan bo'lsak, mana bir xil turdagi ikkita funksiya bo'ladigan bo'lsa, dasturimiz bizga xatolikni ko'rsatadi. Ko'radigan bo'lsak, invalid declaration of print of age. Ya'ni bu qayta takrorlanyapti. Ya'ni bir xil turdagi nom bilan ikki marta takrorlash mavjud emas. Qachonki agar parametrlari farqlansa yoki yana bir marta xuddi shuni qaytaramiz, ammo bu bizga int tipidagi ma'lumotni qaytarib bersin. Mumkin. Return 100 11. Demak, bu holatda bir xil age faqat farqi bu return qiymat qaytarib beradi. Bu esa qaytarmaydi. Demak, nomi bir xil, age ham bir xil, ammo bu ma'lum qiymatni qaytarib berish uchun foydalanilyapti do'stlar. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Buni yozib olishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu juda ham intervyu savollarida ko'p keladi. Buni yaxshi o'rganishimiz kerak. Funksiya ichida boshqa funksiyani chaqirishimiz kerak. Demak, funksiya ichida boshqa funksiyani chaqirish. Tezroq ko'ramiz, vaqtimiz juda cho'zilib ketdi. Demak, biz ikkita funksiyamiz mavjud. Bitta funksiyani ikkinchi funksiyani ichida bajaryapmiz. Message'ni countini. Demak, message bu bizga funksiya qaytarib beradi. Funksiyamiz salomlashishni, Dilshodga salom ayt deb salomni qaytarib beryapti. Bu print qilyapti. Say hello funksiyani chaqiramiz va azamat deymiz. Azamatga salom yo'llayapti. Say hello orqali. Say hello da bu salom azamat degan so'zni yozib, to'g'rilab, nima deydi? Messajni to'g'rilab, qanaqangi she'rlar yozib, nimadirlar qilib to'g'rilab, bizda qisqaroq bo'lyapti.
to'g'rilab bizga say hello ga qaytarib beryapti. Natijani olyapmiz va buni print qilyapmiz. Natijani ko'rsak. Demak, salom do'stim Azamat. Bu funksiyani ko'rdikki do'stlar, mana salom do'stim Azamat degan funksiyani bu yaratyapti va funksiyani ichida chaqirib qaytarib beryapti. Biz say hello ni chaqiryapmiz, Azamat degan so'zni beryapmiz. Bu funksiya ishga tushadi. Ishga tushgan vaqtida bu funksiyaga, ya'ni kodlar ketma-ketligida bajariladi. Birinchi messajga kelyapti. Bu bizga ma'lum amalni bajaradi. Bajarayotgan vaqtda bu funksiyaga keladi va ma'lum amalni bajarib tugatib bo'lgandan keyin bunga qaytib keladi. Va qiymatni yuklagandan keyin bizni print funksiyamiz ishga tushadi. Ya'ni kodlar bir-birini ishlashini sinxron tarzda kutadi. Ya'ni bu create funksiya oldin ishini tugatib bo'ladi, tugatdi, keyingi amalimiz bajariladi. Demak, do'stlar, bugun darsimiz juda ham cho'zilib ketdi, chunki bu mavzu juda ham chuqur, hali yana ham o'rganiladigan, yana ham ko'rishimiz kerak bo'lgan darslar juda ham ko'p, ammo vaqtimiz juda ham cho'zilib ketdi. Demak, do'stlar, darsimiz shu joydan yakuniga yetadi. Qandaydir savollar yoki muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolni ko'rib, yordam berishga harakat qilaman. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swave Genius kanali. Xayr, salomat bo'ling.